Va nihoyat o'sha kun keldi. Cobalt avtomashinasi uchun rassrochka ochildi. Nasiya savdo demayman, e'tiborli bo'linglar. Rassrochka, ya'ni o'zini pulini bo'lib berish ham Cobalt avtomashinasi uchun ochildi. Endilikda siz Cobalt avtomashinasini foizsiz bo'lib berishga, ya'ni 0% bilan xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Bugungi videomizda aynan shu haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum hammaga. Sherxon Nusratulloyev YouTube kanali kuzatuvchilari. Hozirgina 15 minut 20 minut oldin e'lon qilindi. Bu videoda shu rostdan ham ochilganligi va biroz ma'lumotlarni berib o'taman. Keyingi videolarda xudo xolasa oylik qanchadan tushadi, muncha to'lasangiz shuncha bo'ladi, qonun qoidasi qanaqa bo'ladi, shularni ham tushuntirib o'taman. Chunki internetda bilasizlar, sal neto xabar bo'lsa, noto'g'ri tarqalib ketadi. Shu uchun men sizlarga aniq-tiniq fakt beryapman. Mana Sherxon Nusratulloyev avtosalonda 6 yil, 7 yildan beri ish faoliyatidaman. Rasmiy ma'lumotlarni berib boraman va Cobalt avtomashinasiga rasman UzAvto Motors tomonidan e'lon qilindi. Rassrochka ochildi. 0% bilan olsanglar bo'ladi. Mana ko'rishinglar mumkin, UzAvto Motorsning rasmiy Telegram kanali, originali shu. Va bu yerda e'lon qilindi. Cobalt avtomashinasi uchun 0% ipoteka bank bilan bo'ladi rassrochkasi. Xo'sh, nima qonun qoidalar hozirga birin-ketin ko'rsaman. Aytgancha, sizlar ham ma'lumotlarni olmoqchi bo'lsalaringiz, yana Telegram kanalimga a'zo bo'lib qo'yinglar. Mana hamda yozasizlar Avtovlog.uz. Mana shu, mana 14,5 ming podpischigi bor. Mana Telegram kanalim, shu yerga men yangiliklarimni tashlab turibman. Mana bunaqa grafik tashladim уже. Rassrochka bo'yicha ochilib deb tashladim. Xo'p, qaranglar. Rassrochkaga Cobalt olmoqchi bo'lsangiz, hozirgi shartlar bo'yicha 65% to'lov qilsangiz 0% dan beradi. 50% to'lov qilsangiz 12 oy, qaranglar, 0% 12 oy edi. 50% to'lov qilsangiz 12 oyga 5%. 24 oyga 10%, yarmi to'lasangiz 10% dan menimcha yomon emas. Hozir kecha kunduzda banklarda 25%, 23% bo'lib turgan paytda mana bu yerda foizlar ancha pastda. Misol uchun ko'pchilik 30% to'laydi. 1 yilga olsanglar 10% dan beradi, 2 yilga olsanglar 13% beradi. 16% necha yil ekan? 3 yil ekan. 3 yilga 16%, 4 yilga 17, 17, 5 yilga ham. Zo'r. Avtokreditga nisbatan zo'r. Mana 0% ligi ham bor. Ya'ni siz Style MC'mi, Midnight MC'mi farqi yo'q. 65% to'lasangiz sizga 1 yilga 5% bo'lib berishga ham beriladi. 50% to'lasangiz 5% qo'shiladi. 5% endi hech qancha bo'lmaydi menimcha. Juda katta summa bo'lib ketmaydi. Past foizli avtokredit ham, rassrochka ham. Hammasi rassrochka emas, shunga ahamiyatli bo'linglar. Ham imtiyozli kredit, ham rassrochka. Xo'p, avtomashinalar Navoiy avtosex xizmat avtosalonida tayyor bor. Bugun 15-iyul e'lon qilindi bu yangiligimiz, lekin hali berish boshlangani yo'q. Chunki o'zi yarim soat oldin e'lon qilindi. Menimcha erta-indindan aynan shu rassrochka tartibida ham sotuv boshlansa kerak. Boshlangandan keyin tartiblari qanday bo'ladi, sug'urtasi qancha chiqar ekan, ularni albatta men Telegram kanalimda ham qo'yib boraman va YouTube'da ham bitta katta video qilib hali rassrochka bo'yicha 2-3 ta video qilib ham chiqarsam kerak. Har bitta pozitsiyani, ya'ni Style MC'ga qanchadan tushadi, qanchadan bo'ladi, Midnight MC'ga qanchadan bo'ladi, qanchadan tushadi, hammasini videolarini chiqaraman. Shu uchun kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Shu kanalda sizlar aniq-tiniq ma'lumotlarni ko'rib borasizlar. Menimcha sizlarga tezkor yangiliklarni aytib o'tdim. Hali sizlarga albatta batafsilroq, keyinroq yana tushuntiraman. Hozir aytganimdek, rassrochka rostdan ham ochildi. 65% to'laysiz, 12 oyga 5% beriladi. Kamroq to'lasangiz 5% emas, u past foizlik qilib ham beriladi. Mashinalar tayyor bor, muammosiz Style MC, Midnight MC olaverasizlar xudo xolasa. Rasman ochilgani e'lon qilindi. Siz internetda ko'rib qolgan bo'lsangiz, nimaligini hali tushuna olmayotgan bo'lsangiz, menimcha bu videoni ko'rib tushunib oldingiz. Like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Keyingi videolarda ko'rishamiz.